Oy. Qanday ahvolingiz? Ahvolingiz yaxshimi? Salomat tudingizmi, Tahrir? Ishxonalar o'zgarib. Siz chochlaringizni tushirib yetdi. Qaryangizni tutdi. Ahvolingiz yaxshi. Salomat tudingiz. Alloh tinchlik. Bu nima qilamiz? Mening ko'nglim bizning o'ylining yerlik mahsulotga qarab. O'tganda qirliq stakan nashr qilingandan keyin jamiyat shunda g'ulg'ul qo'zg'ab ketdi. Gez jurnallarimi maqtab yozibdi. Buni sizning nomingizni e'lon qilinganligining natijasidan. Aras, bu tuxum to'g'riliq bir hikoya olganmidingiz? Bir bola ekan, nayti qizlarni qo'g'lab yuradigan bola ekanda. Shuna bilan buni qizlarni qo'g'laydigan kesilni saqaytiman deb ota-onasi o'lab qo'yibdi-ku. O'lab qo'yibdi-ku, jimiqib ketibdi qarang. Jimiqib ketib, bir mezgildan keyin buning ko'ni kesil qo'zg'alib kelib qarang. Shuna bilan yana bu ko'chaga chiqib qizlarni qo'g'laydigan bo'lib qoldi-da. Bu qoptiki, xotini o'ylabdi-ku, o'ylab qanday qilsam o'sha olaman bu erimni deb. Shuna bilan bir nechta tuxumlarni pishirib, choy vaqtida oldiq jirangni tuz qo'yibdi-da. Tuz qo'yibdi-ku, shuna bilan maqaram. Yo'ldosh bundan so'rabdi-da. Nimishki rangli tuxum pishadi? Bu tuxumni nimishki bundan rangli ekanding debdi-ki, ayol qo'pib shuna bilan. Ahmoq, bu tuxum degan rangdor o'g'ini bilan ichidagisi o'xshash. Sening yaydiganing onun shakli emas, ichidagisi deb qarab. Nimalar deb ketdim. Haros, siz mening turmush ishlarim to'g'riliq biringizni so'rab qo'ymidingiz? Berish kelishib, bir şey kelib ketib, og'inib qoldik. Bir haqiqatan mening turmush ishim to'g'riliq bir ahvol so'rayim demaysiz siz, Tahrir. Yaqinda bu shu baylar ko'payib ketgandan yo'qmi? Bu ko'cha tulg'utlar chiqib ketdi qarang. Men ozroq pul tepdim. 3 ketim xotni, 3 ketim qo'yib etdim. Yaqinda yana bir asar yozdim. Mushumi o'zingizning nomida bir e'lon qilib berasiz. Xoraziri bo'yinlarini so'zib chillasa, mikyalari bas-bas tug'ib, bo'yinni avatlashtirib o'tadi.
Mening iliq Aqo'ruzim baqo Amerikadan kelgan Amerikaning yana andamanda yer emas. Iliq Zungtonglar o'tirib qopadigan yer baqo Aqsaray. Shuning yendiki bir qo'radan tuxumdan chiqqan. Burunqilik egisi baqo yilda bu qo'razning tug'ilgan kunini o'tkazib berdi ekan. Gay Zungtongning vaqti bo'lib qolsa, bu xotirlash o'rniga qadam tashrif qildi ekan. Haqiqatan xos bir Zungtongning ayoli bu qo'raz omroqliq tutib ketdi. O'z qo'lim bilan bir dans epiray deb shunda o'rniga turishiga ehtiyotsizlikdan ko'ngilga dastlab selib qo'razni oldiga mullaga ketdi. Shuning bilan Amerikaning cho'ng kichik gazetlarining hammasiga xonishni molliq qatqizib o'tgan qo'raz deb cho'ng xatlar bilan qo'razning suratini chiqardi. Nurg'un kishilar bu qo'razni ko'ramiz deb Aqsarayning atrofini qalayimqonlik qilib turibdi. Keyin Zungtong nurg'un pul bilan bu qo'razni ko'zdan yo'qotish uchun yiroq bir joyga olib o'tinglar deb buyruq berdi. Bizim hali Aqsarayning oldiga kelib tuqqan bu qo'raz yaxshi qo'raz ekan. Agar palaydigan bo'lib qolsanglar, bizning Jungodagi tuqqanlarni qo'rasa palanglar deb mening adresimni yozib beribdi. Shuning bilan bu qo'raz mening qo'limga tushib qoldi. Bana. Hey, sen o tuqqaning Aqsarayning oldida do'g'apchilik qilamdi. Ya, do'g'apchilik qilmaydi. Nali sug'urib, nali qarqaqib nali. Nala? Gapimga ishonmayapsan? Men qara, u Aqsaray deganning ichiga bor, dunyoning hamma yerdan o'tqashdek esil gilamni silg'ayo. Zagman nalliq oyoqlar bor, kirishga bo'lmaydi. Ha? Çay tayyor, çay. Ha, men hozir. Shunga bizning ayliq tuqqan bor, at deganda qo'pil degan. Ampu bo'l qo'llarini ilib, Aqsarayning oldida o'tirdi. Shunda fuqishmasdan nalliq oyoq bilan kelib qolgandim. Nalisini tatib, niqsini sug'urib, ikeklab, tuzlab, bular qaytganda hammasiga o'ziga almashtirib o'tmay, qiqib chal yo'lga sap qo'ygan. Men go berib ko'midim. Anglashib qaraganda, u bizning tuqqanlarning oldida cho'ng davlatning boshliqlari qator o'chib turib ketdi. Bu chet davlatlarda ajoyib qiziq ishlar bo'ladi. Hey, bizning ma cham ekan alomat tuxumchan chiqib qoldi juma. Mama. Hey, bu mo'yinda tug'di qara. Bitaroq. Lekin qara, bu ayolim qiziq suv, qaynoq suvni baqqashqimi? Bir kunmi tuxumni to'xtab qoldi qara. To'padi tuxumni. Chakni to'xtatgan bu. Hey, jira. Çayni mo tayyor qilib qo'yibdi. Rahmat adash, rahmat. Men bu yerga kelib, ayolim pul aytman degan naqashim pishib qoldi. Nima kerak? Jumas bilyapmiz hamsa. A çayni gapini anglab, pul aygin gap qoldi. Shu emas. Emirjon, undas ma'qul, ha? Kelasan. Bak, tekshirma. Ma'qul, xo'sh. Ha, ma'qul. Ha.
Koltuğu niye aldınız? Ahmak vatan. Birisi senin gelin yaydıgını. Birisi to'qollarning gelin yaydıgını. Voy. Daya tova. Bu resme Qo'razg'il aylanib turibdi. Şu bir kısmını oturdu o. Tova. Bu to'qolning ichidan aytsak bormi bu? Voy, qo'yg'ina, voy, qo'sqingni voyg'ina. Mana. Voy. He? He? Ben- Ne? Ma çatoğu çıllar atıdı. Nime? Zavallı xo'rozchimiz shumliqni tilaydi degan gap botdi. Xudoyim. Evet. Neymiş o? Qo'razchilik shumliqni tilsa, bu mekanchilik nima bo'lib ketar? Shundaymi? Xudoyim. Assalomu alaykum, Rayhon mama. Aleykümselam. Gel balam gel. Bunca keçti kep qapsan go. Ha, mana işte. Meni 6-7 mekinim batdi. Arasida shunda yaxshi tug'ayotgan bir chom ekan batdi qarab. Bu tuyuqsizlar xo'rozga o'xshash qiliqlarni qilib, xo'rozdek chillaydigan bo'ldi Rayhon mama. Bugun Zovalda xo'rozdek chillab yurdi. Bu xo'roz chillasa Zovalda yomon bo'ldi degan gap bor. Bu mekanchilik nima bo'lib ketdi? Mundaq degin. O'tira balam. Nimishqa yurib turasan? Bir zamonlarda Hekimboy degan bir kishi o'tgan. Hozirgi mushu 3 yezining yerlari tamam shu odamga qaraydi. Hekimboyning Zurdun deb bir o'g'li bo'ladigan. Mana shu o'g'il 20 yoshga kirgacha soqol burutmi chiqmay, keyin ko'ksi yo'g'inab qizga aylanib qolgan edi. O'g'ilning qizga aylanib qolganligini men bu cho'nglardan anglagan. Qiz bo'lgandimi, qanday qiz demamsan? Tozima qabul, qosh ko'zi joyida. Bir qarabla har qanday yigitning yuragini o'yintib etadigan qiz bo'lgan edi. U chaqlarda bizning qiz vaqtlarimiz. Yoz kunlari qizlar to'plashib daryo bo'yiga so'g'i cho'milgili boratdik. O'g'illardan o'zimizni qochirib, daryoning xoli yerlarini tepib cho'milatdik. Heliqi Zurdunning qiz bo'lgandan keyingi ismi Zo'ra bo'lgan edi. Umu biz bilan billa so'g'i cho'milgili boradigan bo'ldi.
Uning yalang'och badanini bir ko'rib beqishqa hammamiz qiziqatdik. Lekin Zora kiyimini zotili sog'li unumaydi. Bir kuni biz maslahatlashib Zorani daryo bo'yidila o'lash-cho'lash besib oldik. Ikki uchimiz qo'lini mahkam tutib turdik. Birimiz ishtinni tatdik. Darim. U bechora bizning shunday qiladiganimizni pamlab qolganmi? Kunning shuncha issiqligiga qaramay, ishtanni qo'shlab kiyib olgan ekan. Ikki ishtinni soldirib bo'lganda bir yulqinibda ostimizdan turib ketdi. Shundan keyin biz bilan zodila aralashmaydigan bo'ldi. Keyin Hekimboy Zorani o'zining bir ishlamchisiga nikoh qilib berdi. Bir obdan xotin bo'ldi. Shug'inisi bechora tug'madi. Erini shuncha yaxshi ko'ratdi. Erini oyab, uyni, talaning hamma egri yenik ishlarini o'zi qilib tugatdi. Rahmatlik. Bir kuni ertasidan bug'doy ekvatganda haru besib elib o'lib ketdi. Rayhon mama. Mening chomikinimning xo'roz aylanib qolgan ishini bu qanday shub ketdi? Shuni bir so'zlab bering a? Bumi bir qiziqli ish bo'pti, balam. Xudoyimning xilma-xil karomatlari bor. Mushu zamonga kelganda ukol degan bir narsa chiqibdi-dak. Uni to'la sog'ilsa, odamni yo eramas, yo o'yal emas bir narsa qilib qo'yadigan deb anglaydik. Hozirgi odamlar bolalar qattiqroq injiqlab qo'ysimi, doktorxonaga olib ukol soldirgan bo'lib oldi. Shunga hozirgi yoshlarning qaysi qaysi oyalligini ayirib olg'ilimi bo'lmaydi. Hey, sen to'qolringga ukol soldirmagan bo'g'etding. To'dang Rayhon mama. To'qog'im ukol soldiramdi. Shu chomekiningni yevetib qutulmam sen balam. Rahmat Rayhon mama. Men mangay. Yana birdan o'tirib mangmamsan. Bo'ldi. Ey. Aqra. Ertagungacha chatoqoni so'yib bersan, bir to'xo qo'rimiz qilib bersan. Allag'ilrim chaqirib, birdan payz qilmaylimi? Sizim deyayotgansiz Osmon. U bir to'xo nimaga yetdi? Bo'ldi qiling. Osman? Ha? Çarkozdan acep ne çıkıra? Ben bunu acep kömep dikemem mi otukla? Oraz emas. Men sana tanlab bergan chom ekan shu. Qo'ldan xudoyi. Nikiyanda. Oraz o'qagan bo'lsa, 1000 so'm berim qoldimi? 4-5 so'mga yarar ki.
Buni satamla. Ha. Ne qilgan satma? Nechib bo'l? Ha. Heliqi to'rt cho'ngamning rasmi bor qog'ozning birini bersangiz. Satma. Ve muş toxunum 100 qo'yib satamsiz? So'qshalamdi. Ha. Bu mening uyim chat jangizda. Buninglar so'qish kerak. Xorazmi yo'q. 100 so'm deganga obdan bir to'qlayverdi. Satqan bo'lsa sizga gap qilmamsan. Bizning mahaldagilarmi 100 ko'ng talashgan. Endi ko'z oldimda so'qishtirib, uvoli qolmay deb bazaga kirdim. So'yib yeydiganlar bo'lsa, azalak satsam bo'ldi. Voy voy voy. To'xtab turma aka. Mana shu qafas ish olmay bo'ladi. Voy ishni bitta deydi. Qarang. Voy ishni bitta deydi. Yaman ko'radi. Tamam, batib qolma. Qarang. Kaçtım abi. To'xtab turing, gel. Yaman ko'radi-ku, ha? Yusuf satamsiz. Yok, 150 so'm bu satamla. 200 so'm sattın ulu.
500 so'm. Kaçtık lan odan. Hey. 500 dedin mi? Ha 500 dedi. Çapının evat et xo'roz tunjiq bo'ldi. Naqsana pulini. Pulini andaq-mandaq xo'ras emasligini ko'zingni ko'rding-ku. Hozir yanchig'imda aran 100 so'm bor ekan. Ama 100 so'mni ep tura. Qolgani o'yini ko'sib qo'ygan. Voy ma. Keping nimada qiziq? Hey, qarz yo'q odam. Sen menga o'yingni ko'rsatib qo'ymay, mening senga ko'rsatib qo'yganim qiziq-da. Hey, bu to'g'on akassan. O vaqtda ben seni nereden tapmam? Hem var 100 ko'z zakalat bo'lib tursin. 400 so'm olib bergan chog'da tuxuni ekdi. Xudoyim. Buna Hey, aka. 100 pulun aka. Bak, şuraya. Osman. Şuraya oturmam sen. Qaytib keldingizmi? To'g'on satmabsiz-ku? Setatdim. Chiqish kuniga kelib, qolgan pulni berib aytilgan bo'ldi. Ha. Voy. Voy. Nima bo'ldi? Bak to'qim oyoq tushib ketdi.
Anne çok yeter. Selamünaleyküm aleyküm. Esmak aleyküm. Kimseye kuraz geldi. Mekiyan çok ey. Aşağıdan atmadın. Teyakıp koygan kıvırlan juğurup. Eseli bu. Biz geldiniz. Ha. Hey! Tamam. Tokun erkektin kemidi mi? Ay boptular. Zaklat pulumu mening da. Toxum mening da. Kemsin ha. Voy, nega kirarmish yavrum ketsan va. Kira. Ey, a çargızdan nereye bire endike kiray. Voy, o ish bo'lmasa seni tishlab olgan kira. Voy tishlaydigan, abiyam bilan balamni qo'g'lab, yurkinapti. U tekçiciliklar o'tib deyman. Voy, ashta ishlayaptimi? Atiga men darvozani oldi o'tlasam, mayat uşaq balalarning hammasini qo'llab yurgini oldi. Shuni bilan men uni yondirib kirdim. Mush mikyanmi? Voy, mekan tuxum tug'ayotgan mekan. Qo'qildi. Bu xo'roz qilib o'xshaydi bu. Voy, nima bo'ldi ekan ta tojlar ko'tarilib bir qism bo'lib qolibdi. Kira bo'ldi, o'tir, tomoq yeb. Moyoq kelamay minjan jo'ziq kelam. O'tir. Xo'sh, ben o'z bola tayyorlik qilgan. Bu anchovish mekanlik mandamda qana so'randi ya. Voy, astagfirullah. Ta. Bu nunda bo'ldi? Ta. Ey, hoş geldin. Burada batalım. Hoş geldin Rahmet. Ben çıkmadım ben size. Akılaymayacağız. Ya tamamına çıkmamsa? Bu bütünde çok edigen ha. Birçok çok ettim ha. Kalp tuha. Su yutumundan tokuna. Şey işler bu ha. Ne bu ha? Gelişmeyle bakın buna. Ha bakta tokuyusun. Bu bütünde çok edigen ha. Birçok çok ettim ha. Kalp tuha. Su yutumundan tokuna. Oh geldi bu ka. Cuma biz tokuna düştüm. Tokunun izde. Nasıl toka. Kura etimiz ya bulan.
Ve lakma. Ben senin Amerika Aksaray'dan ekeldiğinde peklinip cüsem. Kika işine. Git sen koku beken dallarım. Hudayı. Vay! Sevgizden! Bu işin bokunu kakasana. İşte antıma! Vay ürgüzüm züt bakmaktan boynağını zütme ya götüreceğim. Nerede peyda oldu bu sıra? Vay kim o? Vay müce kıra. Bol da. Oraya tülgüm yok. Ben çıkar. Bu önüm buldu hap göresen bu. Hapım var şu. Beylik çar tokanını korazsa mikelde kesem kılattı. Senin mikellerini koraz kolayga ünür hakken ha? Ya ben sana düşendirdim bu ne çıkıttım. O burundan tukum tuğatlan mekan. Boldu. Bunda geplerin uçuyor şamalık kıttı. Koraz desem muş imin talışıdı dep miken dep koygan digin ha? Toku kapırıp, sokoşturup bazak sağınığın anıldım. Elbette sen biz bir koşunu oğan diken. Ma tokunu satılgan buldum. Alamsa almamsa dep koyduğun yerin yok mu? Kasanıgan pulu ben sana yamamdım ya. Ne digin ha? Bazar ne çıkıldı? 500. Bol. 500 soğan mendin al. Ay bireyler zaklar tutup koyup ketken. Ya kep o tokun eketmi? Oldu. Anladım. Bilik zakirgen kımavaz üstün puluyla kağını tapan emmeye palak şuttu. Vakti ekeme gel ki pulu kaytırıp et. Ay o vakti sat olmamda sen bir daha. Bunu sende kimi buldu peni olmamsa? O vakti tekim sat olmamda. Abla hepker. Hey, mekile mesin de. Ay şu koruzum çüyücü vakti da ben üz kulağım bile tallap bergen cuma. Nima? Mana. Bunda unutup kalırsam mesmo. Bir kere bana müşede. Kallağını sangıltıp yecicip oturapsa. Men ha, Osman nim buldum? Xiyal besoptuğu dedim. Nim xiyal dese, bu turmuşunun uyumamda dedim. Gam deyip kese. Bir otdan unleçim o yerini keliştirip buğday konak terip aldım. Yandı mı gam bu? Bu işin gımamda dedim. Men hey Osman, bu kuş diyen biznesin yeğiteriz bolduğun bolsa, yeğlerin hiçim termay. Kuşlu terip alattın go desem sen. Vay. Unda olduğun bolsa, yeğlerim tügel, muş korurum bun terip alttım dedim. Şu arlıkta işkeylerinin etleş götürüp, şucu götürüp mayak ötekti. Oy Osman, mana. Bu işte işki tutlap aldığımız geldi. Çüyücüden 10-20'ni setip alsan goş degen şunmez mi dedi. Sen kini dep işinin topusunu kekip ornaldın tutdun. Hey! Çüyücüğünü satamsın dep toldun. Ola epkeşini yegi aldı. İşkimiz verip karısak, tek seyrek tüküdün ağırlamagan çüyücüler çok kıp duruptu. Danısı bir koy dedi. Ben soğuluşup oturup 80 tiyindim pütüştüm. Ala Osman. Hazır bu vakta 80 tiyimge nim beri da. Manыңды onun için bekip koysan, çoğunu soya oysan goş. Tuğmun satsan pul dedi. Sen yançıklarını tepiştirip onun için çöz aldın. Emdi o isim kelgende